Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan Excel'da kengaytirilgan filtrlash usulini yana boshqacharoq bir ko'rinishini o'rganamiz. Biz sizlar bilan o'tgan videomizda kengaytirilgan filtrni VBA kodlarisiz oddiy holatda qanday qilishni ko'rib chiqqan edik. Shuning uchun agar siz bundan oldingi videoni ko'rmagan bo'lsangiz, sizga birinchi videoni ko'rib chiqishni qattiq tavsiya qilamiz. Kengaytirilgan filtrni endi makroslar bilan davom ettiramiz. Bu juda ham qulay. Buni video davomida o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Keling, kategoriyalarga velosiped va shaharni nomlarini yozib olaylik. Toshkent shahrini olaylik. Kompyuteringizni pastki qismida makroslarni yozib olish uchun maxsus knopkacha bor. Shu knopkani ustiga bosasiz. Bizga makrosga nom qo'yishimizni so'raydi. Va makroslarni chaqirish uchun biz qandaydir горячий klavishlarni tanlab qo'yishimiz mumkin. Aytaylik, Ctrl Shift O. Siz makrosni ishga tushirmoqchi bo'lsangiz, doim shu knopkachalarga murojaat qilsangiz, sizning makrosingiz ishlaydi. OK tugmachasini bosamizda dangi bo'limiga o'tib, OK knopkachasini bosamiz. Mana bizga velosiped kategoriyasi bo'yicha Toshkent shahridagi jami savdoni chiqarib berdi. Endi makrosni o'chirib qo'yishimiz mumkin. Keling, endi buni Andijon miqyosida olsak. Ctrl Shift O ni bosamiz. Mana bizga Andijon bo'yicha filtrlarni keltirib chiqarib berdi. Razraботчик bo'limi orqali biz yozib olingan makrosimizni ko'rishimiz mumkin. Buning uchun Razraботчик bo'limiga kiramiz va Visual Basic degan joyga kirganimizda va modulga o'tganimizda bizda yozib olingan VBA kodni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda oshiqcha kodlar ham bor. Buni biz sizlar bilan o'chirib yuboramiz. Undan oldin filtrlashimiz qulayroq bo'lishi uchun yana bir narsa qo'llasak bo'ladi. Ya'ni bu yerda razraботчик bo'limida maxsus elementlar bor. Shu elementlardan birini makrosimizga bog'lab qo'ysak, mana aytaylik, Urganch. Har safar shu filtrni bosganimizda bizning ma'lumotlarimiz yangilanadi. Masalan, elektr velosipedlarni oladigan bo'lsak, filtrni bosganimizda mana bizga elektr mototsikllar va velosipedlar bo'yicha ma'lumotlarni keltirib chiqarib beryapti. Hop, bu knopkani afzalligi nima? Bu knopkani afzalligi siz filtr knopkasini bosib qo'ysangiz bo'ldi. Endi buni yana ham qulayroq qilishni istasangiz, yana biz bu kodlar ustida biroz ish olib boramiz. Ushbu listimizga hech qachon o'ng knopkasini bosib, Посмотреть kod degan joyga kirganimizda bizda yangi oyna ochiladi. Ko'rib turganingizdek, bu ushbu listimizga bog'liq. Bu yerdan worksheetni tanlab olamizda selection change ni change ga o'zgartiramiz. O'zgartirganimizda bizda ko'rib turganingizdek yangi oyna paydo bo'ldi. Bizga pastdagisi kerak emas. Shuni o'chirib yuboramiz va ushbu o'rtaga, ya'ni private sub va end sub ni o'rtasiga biz yozib olingan kodlarimizni joylaymiz. Bizga bu kodlar kerak emas, ya'ni application cut copy modlarni o'chirib tashlaymiz. Mana bu kodlar ham bizga kerak emas. Bu kodni kesib olamizda bu yerga joylaymiz. Demak, endi biz har safar filtr knopkasiga murojaat qilishimiz shart emas. Biz bu yerga kerakli ma'lumotlarni yozganimizda bizning jadvalimiz o'zi avtomatik yangilanadi.
ko'rib turganingizdek filtrimiz juda ham chiroyli ishlayapti. Agar videomiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va shunga o'xshash videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.